Qo'ylari narxi kiloga nimadan kelib chiqadi? Narxlashda uning holatiga qaraladi. Masalan, o'sha Qirg'izistondan to bizaga yetib kelguncha hamma qilingan xarajatlar, Qirg'izistonda sotib olingan narx, hammasini jamlab turib, bizaga yetib kelgan qo'zi-qo'chqorlari taroziga chiqarib turiblar vaznini ko'ramiz. Ular bu vaqt ichida ancha ozib ketadi. Mana misol uchun, mana shu qo'zi-qo'chqor yo'l charchog'i chiqmagan, hali o'z vazniga, Qirg'izistondagi vazniga qaytmagan qo'chqor. Buni narxini go'sht bilan taqqoslab bo'lmaydi. Mana shunaqa qo'zi-qo'chqorlar bugungi kunda 120 ming, 125 mingdan taroziga sotiladi. Mana bu qo'zi-qo'chqorimiz tirik vazni 45 kilo atrofida. Bular bugungi kunda vazn qo'shilganini evaziga 105 ming so'm, 110 ming so'm atrofida sotiladi. Bunaqa narxlar Qirg'izistonning qo'zi-qo'chqorlariga taalluqli. Qo'zilarimiz katta bo'lib yemlangandan keyin kiloga nisbatan narxi yanada tushib ketadi. Mana shu qo'chqorimiz 85-90 ming atrofida bo'ladi. Mana bunaqa qo'chqorlar bo'lsa, ko'pincha kiloga sotilmaydi. Bu kelishuvga bog'liq. Endi biz taroziga sotishga o'rganganmiz. Misol uchun bunaqalar taxminan shu 100 ming so'm atrofida bo'ladi taroziga sotilsa. Bularni men nima uchun sizlarga yetkazmoqchi edim deydigan bo'lsak, o'sha izohlarda odamlar so'yiladigan qo'chqorlarni kiloga bo'lgan narxi bilan taqqoslab turib, qo'zilar narxini solishtirishadi. Vaholanki qo'zilarni odamlar so'yish uchun emas, uni boqish uchun oladi. O'shaning uchun iltimos, izoh yozishdan oldin ozgina fikrlab, keyin yozsanglar chiroyli bo'ladi.